Bezimizni yengilliklar bilan boyitdik. Xizmatlarimizdan tushib, bizning faberlik ofisimizga kirib kelasizlar. Mana shu joyga bitta faberlik degan yozug'i yetishyapti. Shu yozug'imizni qo'ydiramiz. Bu bizning shkafimiz. Bunday qilganda ichkariga kiramiz. Bitta mana qizlar ishlashadi. Tovarlar va ichkari xonaga kiramiz. Ichkari xonada ham chiroyli faberlik yozug'imiz bor. Bu yerda esa qizlarimiz o'tirib ishlashlari uchun sharoitlar bor. Bu esa kaminani xonalari. Men qizlar uchun yangi darslar yozdim. Ishlab